Hürmetlik vatandaşım, Turhan Efendi. Bugün bir gün burun leksiya sözleşke mecbur bulduk. Vaziyet kıstap geldi, biz hem aldırap kaldık, hürmetlik vatandaşım. Vatandaşlar, vatan içindeki vatandaşlar. Vaziyet kıstap geldi, biz hem bugün aldırap çıkıp sizlerge leksiya sözleşne karar kıldık. Bugün leksiya sözleşten avval hazırkı vaziyetki münasibetlik tor bettirdi ilan kılıngan makalalarının mavzusu bilen sizlerni tanıştırışına layık tapdık. Birinci, Amerika matbuatları Prezident Trump Twitter'ga makale yazdı. Kısa müddet içinde Amerika Cumhur münasibeti de zor tavraş yüz berdi. Mavzulu haber Dovi Torbeti 12. ayının 5. gün ilan kılın. İkincisi, bugün Amerika matbuatları Prezident Trump Cumhur'a koşlap yeni avarçılık elip geldi dedi mavzulu haber 12. ayının 5. günü Dovi Torbeti ilan kılın. Prezident Vladimir Putin bilen Shinzo Abe, Vezir Shinzo Abe, İkinci Dünya Uğraşını kaçan ahırlaştırdı. Prezident Vladimir Putin bilen Vezir Shinzo Abe'nin en ahırkı vazifesi. Mavzulu haber 12. ayının 5. günü Dovi Torbeti'de ilan kılın. Prezident Trump bilen Prezident Xi Jinping'in telefon sohbeti stratejik ehemmiyetki ega mavzulu haber 12. ayının 5. günü Dovi Torbeti'de ilan kılındı. Tayvan matbuatları Prezident Xi Jinping'in Prezident Trump gruppisinin yoki kabinetinin a'zolari bilan Nyu-York shahrida uchrashadiganligini qiyos qildi. Mavzulu xabar 12. ayının 5. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Yaponiya vaziri Shinzo Abe tunji bo'lib Havaydagi Pearl Harbor portini ziyorat qiladigan birdan-bir vaziri bo'lib qoldi. Mavzulu haber 12. ayının 5. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Bu to'g'rida vaqt kelganda so'zlayli vatandoshim Turhan Efendi endi amaliy masalaga yoki amaliy mavzuga ko'chayli. Prezident Trump bilan Prezident Xi Jinping telefonda so'zlashgandan keyin voqealarning taraqqiyot yuzlanishi diqqat qo'zg'adi. Mavzulu haber 12. ayının 4. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Haber mundaq başladı. Amerika'nın Prezidenti Donald Trump bilen Tayvan'ın Prezidenti Xi Jinping Deniz Okyan'ın atlap telefonda sözleşkendiğin keyin Prezident Trump'ның Twitter'da e'lon qilgan ikki parça makalesi matbuotlarning bosh betida eng muhim o'ringa qo'yildi yoki bosh tetonga qo'yildi. Prezident Trump'ның telefon berishi 40 yıldan beriki prezident yoki Amerika'da yeni saylangan prezidentning Tayvan'ның prezidenti bilan bevosita telefon aloqasi qilmaydigan diplomatik rasmiyatlarni buzib tashladi. İki nafar prezidentning telefonda so'zlashganligi Tayvan bilan Amerikaning munosabatini kuchaytirishga yangi umid elib keldi. O'xshashda Amerika Tayvan Cumhur munosabatining murakkabligini texmo keskinlashtirib etdi. Prezident Trump Twitter'ga yozgan maqolasida Tayvanning prezidenti deydigan Xitoycha xat hisobida 4 xatni eg'izga ilib, Cumhurlikni xushal bo'lmaydigan bir holga tushirib qo'ydi. Çünkü Cumhur'un nazarida Xi Jinpingni prezident deb atash Tayvanning bir davlat ekanligini e'tirof qilishdan boshqa narsa emas edi. Diqqat vatandoshim, diqqat hurmatli vatandoshim Turhan Efendi. Mani yana bir qatam takrorlayman. Prezident Trump Twitter'ga yozgan maqolasida Tayvanning prezidenti deydigan Xitoycha xat hisobida 4 xatni eg'izga ilib, Cumhurlikni xushal bo'lmaydigan bir holga tushirib qo'ydi. Çünkü Cumhurning nazarida Xi Jinpingni prezident deb atash Tayvanning bir davlat ekanligini e'tirof qilishdan boshqa narsa emas edi. Diqqat Turhan Efendi. Yani bir tarafdan tashqari dunyoda kishilar Cumhurga aloqador meselelerde taraflarning Prezident Trump bilan Prezident Xi Jinpingning telefonda so'zlashganligi qayturgan inkasi intayin ojiz deb hisobladi.
Mesela Prezident Tsai Ing-wen bilen Prezident Trump'ның tılpında sözleşkenligi nispeten dünya matbuatları, dünyada kişiler nime dedi? Jungo'nun kaytırgan inkası intayın aciz dep hesapladı. Jungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi 12 ayının 3. günü bu qatimki tılpında sözleşti. Sözleşni Tayvan tarafının çakinaligi dep bekitdi. Amerika hükümetinin uzun yıllardan beri çiң turup kelgen bir Jungo siyasını özgertelmeydi dep qayt qildi. Washington bilim hazinesi Kennedy Xalqaro Tinchlik Fondi jamiyetining boshlig'i Amerikaning Taybida turishliq vakolatxonasining sobiq amaldori Douglas Paul Efendi mundaq hisobladi. Minister Wang Yi'nin yuqorqida ifoda bildirişi, Prezident Trump'a vaqt berib, uning Tayvanning o'rnini yuqori ko'tarish harakatidan chekinishini qo'lga keltirish uchun edi. Douglas Paul yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump'ning buningdan keyin nima deydiganligi va nima qiladiganligi diqqat bilan qarab turmoqda. Tayvan belki ma'lum jazolashga uchrashi mumkin yoki Jungo tarafdan jazolashga uchrashi mumkin. Balki Jungo Tayvan bilan diplomatik munosabat saqlab kelayotgan 22 davlatga besam ishlatishi mumkin. Jungo shunday qilishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy turishliq sobiq vakili Bolton munda ko'rsatdi. Beijingdagi har qanday bir kishi bizning yani Amerikaning kim bilan suhbat qurishimizni belgilab bera olmaydi. Beijingdagi har qanday bir kishi bizning yoki Amerikaning kim bilan suhbat qurishimizni belgilab bera olmaydi. U mundaq hisobda, agar Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti kim bilan suhbat qursa, Amerikaning manfaatiga uyg'un keladi deb hisoblasa, undaqda prezident har qanday davlat rahbari bilan shundaq suhbat qursa bo'ladi. Demek Bolton Efendi şundak ko'rsatdi. Sobiq vakil Bolton Efendi yana mundaq ko'rsatdi. Tayvan 20 milyondan ortiq fuqaro yashaydi Tayvanda. Demokratik tuzum, so'z matbuot erkinligi bor. Erkin bozori bor. Xalqaro qoidalarga amal qiladigan davlat aniqlamasiga uyg'un keladigan bir davlatdir. Şunlaşqa demokratik davlatlarning rahbarlari Amerika prezidentiga tilpin berdigan bo'lsa, bundaq tilpinda qabul qilishga bo'ladi. Amerika Korxonchilar tadqiqot o'rnining Osiyo bo'limining mudiri Dan Blumenthal Twitterga maqola yozib mundaq ko'rsatdi. Qaysi vaqtdan boshlab Jungoni g'azablantirmaydigan ish Amerikaning davlat siyosati bo'lib qopti ekan. Ma gapning vazniga qarang hurmatli Turan Efendi. Nima deydi? Dan Blumenthal Efendi nima deydi? Twitterga maqola yozib mundaq deydi. Qaysi vaqtdan boshlab Jungoni g'azablantirmaydigan ish Amerikaning davlat siyosati bo'lib qopti ekan. Ma cümle 40 yıldan keyin elinayotgan, işletilayotgan cümle Turan Efendi dikkat qilin, vatandaşlarım dikkat qilin. Biz qachondan boshlab yoki Nixon Efendi Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatgandan taki prezident Obamagacha bo'lgan araliqda biz Jungoni g'azablantirmaydigan ishni qilib keldik. Jungo g'azablanmasin deydigan ishni qilib keldik. Jungo yumshoq vositalarni ishlatdik, yumshoq qo'l siyosat qo'llandik. Ahırda biz bugün bu çekke ahırkı nokta kelip kaldık. Bu siyaset kaçandın bir işinde başlanğan edi deydi o. Dan Blumenthal Efendi. Hem de demek, şundan qaragan da hazır Amerika'da Jungo siyaseti, Asya siyaseti, bulup Jungo qaratgan siyasetten özgürüş devri kirgenligini biz muşu paketle asasında şunda kıyasen oturup koyumuz hürmetli vatandaşları.